Zöhraning o'moq siyoqi ko'z oldimda paydo bo'lib olib, ikkimizning tanishgan yiliq kuni deyishgan gaplarimiz kallamga kirib olgan edi. Turmush haqiqatan murakkab. Mana endi yoshlik bo'soqisiga qadam basa-basmayli yo'liqqan ish meni beorom qiladi. Bu rostli boshqalar og'ziga tegmay so'zlashadigan muhabbatmidi? Atsi, o'gin. Zöhrani qancha qitim izlab borgan bo'lsam-mu, salpayib qaytib kelatdim. Texi nishonsizlar ko'cha aylanib Zöhrani izlab ketatdim. Kallamdan kashmiga xiyollar kechadi. O'zim yolg'iz tansiqxonada o'ltirib aroq ichkash, burunqi go'zal vaqtlarni eslab ketatdim. Biz o'ltirgan o'ringa uzungacha qarab ketatdim. Lekin Zöhraning qorisimi ko'rinmaydi. Yotoqqa qaytib kelsam, balalarning maz kulib, "Oho, balangsan, nim bo'ldi sana? Ash yaqindan bu yan xuddi Doriya olgan biliq tegli bo'lib qolding-ku." Bilsak bilmasak, ashu Zöhra atli qizning ishqi piraqi-ku. Balalarning bu gaplarini anglasam, yerga kirib ketgandek bo'lib, butun badanim chiliq-chiliq targa cho'mib ketadi. Teg'i Samat Lobanning, "O'g'lim, sana nim bo'ldi? Yeshing bu xili cho'ng'ib qoldi. O'ylangun kaga o'xshamamdi. Anılsam, tansiqxonada ishlaydigan bir usulchi qizga oshiq bo'lib yuribsan. Sana desam, undaq qizlardan hargiz vafo kelmaydi. Keyin seni o'zim o'ylab, o'ylik o'choqli qilib qo'yman." degan gaplarni anglaganimda o'g'am qaynab, meni mushu kunga qo'ygan bu mal'unni chaynab purkatgim keladi. Muhabbatning buncha qudratli ekanligini o'ylamagan ekanman. Mana menga o'xshash o'g'ri yanchuqchig'imi ashu muhabbatning kuchi ta'sir qilib, meni oshiq divoni qilyapti. Texi yomon yo'ldan qaytib, yaxshi odam bo'lmoqchiman. O'zimning bundoq bo'lib qolishini xiyolimga keltirmagan edim. Amdilikda bo'lsa, xiyolimga qaysi bir kunlarda boshqalardan anglagan shoir Ili Zohidning muni she'ri chaqmoq tezligida ayon bo'ldi. Ey dilbar, yuraging menga tilsimat, saladi men o'yga aytgan har so'zing. Ne uchun sangla amroq koinot? Bilmedim, ne qissa so'zlaydi ko'zim. O'xshasam Venasqa bilaklaring tal, sen layli yo shirin sanammu emas. Dilimda bir iqim oqar bo'lib sal, ishongin dilimda halollik palas. Qiziqdim nimishqa sana shunchilik. Bu kangri jahonda nozinin ozmu. Ko'zingga ne sehr yig'ding bunchilik. Bir yumsang yo'qlar baharmi yozmu. Qoliman gohida yo'shirin biqib. Ko'zing jup quyoshdak ko'rinar go'yo. Titraydi vujudim so'zimdan ezib. Ozdurg'an shu ko'zing sirliq bir dunyo. Avgustning oxirlari bo'lg'achqimikin havo isib, quyoshning o'tkir nurlari odamni ko'ydiradi. Bo'libmi Chengdu mushu oylarda bekli tinchiq, issiq bo'lib ketadi. Hozir vaziyatni xili yaxshilanib qolg'achqa bozor o'ynashni yana boshlayotdik. Oldimga kichik sho'rkidan birini selib bozorda ketyapman. Kallam boshqa yoqlarda. Zöhra deydi. Uni yana qaytib ushirib qolsam deb o'ylaydim. Hem xiyolimda ikkimizning xo'shal holda bozor aylanib ketayotgan holatimizni tasavvur qilib, o'zimcha kulib ketatdim. Mayli nimel ish qilay, butun asyadim Zöhra deydi. U hozir nima ish qilayotgandi? Shu topda meni xiyolig'imga keltirib boqqanmidi? Yo Shinjon qaytib ketganmidi? Uning nega ketganligini bilgan bo'lsam, shunda xiyollarga band bo'lib ketyapman. Aka, diqqat qil! Cho'chib oldimga shundoq qaray deb tursam, jon qilgan ovoz bilan tang oldimdan tez surat kelayotgan mashinaga qattiq suqilib ketdim. Kallam qo'rq edi. O'zimning mashinaga suqilganligimni, kishilarning chaqirashganligini bilaman. Bir kimni ko'zimni olsam, doktorxona yetibdi. Ko'z oldim nihoyat quva. Men ham zingildab og'riydi. O'rnimdan shundoq turay deb harakat qilib edim, kallam zingildab, butun badanlarim urib chiqayotgandek og'rib ketdi. Putimni ko'tarolmadim. Bo'ldi, harakat qilma. Samat Lobanning ovozi anglandi.
ko'zimni tasdi ichib atrofimga nazar soldim. Samet Loban, Tayson va bir qancha bolalar men qarab turishadi. Qandaq, xeyli yaxshi bo'lib qoldingmi? Seningdan hammamiz bek ansirdik. Tunugün sening sho'rkang Azmat Murat akamning mashinasi o'qiyapti deb telefon qilibdi. Balladin 2-3 agashtirib kelsam, seni so'qiyotgan yiliq shopur allaqachon qochib ketibdi. Ko'zingni ochmay yotsan. Mana Xudoga shukr. O'shanga kelganing bek yaxshi bo'ldi, o'g'lim. Samet Loban shundoq deginicha yenimga kelib, yotqinimning uch qolgan yerlarini yepib qo'ydi. Ah, ulug' Allohga rahmat. Ma'u Samet Lobanning rahmi kelib, meni doktorxonaga yotqizganligiga, insofiga kelganiga xushal bo'ldim. Chunki bundoq og'rib qilib, zahar chekib, qor jamiyatning odamlaridan tayoq yeb, voqeaga uchragan nurg'un bolalarni kor bo'lmay tashib etganligini o'z ko'zim bilan ko'rgan edim. Texi odamiylikdan chiqib, bunda holga uchrab qolgan bolalarning börak, yurak va boshqa muhim a'zolarini yuqori bahoda setib etdi. Yeydigan rizqing borkan, boshqa narsadan to'la ansirmay obdan davolanib yaxshi aramag'in. Ancha bekmi xatarlik emaskan. Shu putung 2 yerdan sunib ketgan o'xshaydi. Bundan keyin kunda bir bola navbatlashib, holingdan xabar olsin. Amsi biz chiqayli. Samet Lobanning bu gaplarini anglab, nima ish qildi o'zim bilmayman. İxtiyorsiz ko'zlarimdan yoshlar yipi uzilgan majandek to'kilishga boshladi. Ham Samet Lobanga qayt-qaytlab rahmat etdim. Ular bir qor ishlarni o'g'irlashtirib etgandan keyin yaxshi orom elib turishimni, kechda birisining tomoq elib keldiganligini aytib, ketib qolishdi. Yotoqda yolg'iz qoldim. Yolg'izlik odamga ruhiy azob elib keldi. Odam o'zi yolg'iz qolganda tanholik, ruhiy azob odamni qiynaydi. Ko'zim bir nuqtaga tikilgan edi. Marhum, mehribon onamni ko'z oldimga keltirdim. Kichik vaqtlarimda ozroq zukamdab qolsam bu, paybitek bo'lib qimg'aldir qolmaydi. Hozir yenimda bo'lsa, ko'nglim buzilib, o'zimni tutib olamadim. Ah, mehribon ona. Shu topda mening hamma ishlarimni ko'rib turotgandigimsen. Mening mushu holga tushib qolganligimni, chiqish yo'li topolmay bu yerda sarson sargardan bo'lib, boshqalarga qul o'rnida ishlab, yomon ishlar bilan shug'ullanayotganligimni bilib turotgandigimsen. Bir kunda to'ymayli uxlab ketibdiman. Tush ko'ryapman. Ana. Zuhra umoq kulimsirab ko'z oldimda paydo bo'ldi. İkimiz to'lin oyga qarab, bir-birimizni deyishib, munglishyapmiz. Bir-birimizga qarab to'ymaymiz. Qayoqlardan mungliq musiqa ovoz olandi. Uningda hijronlik yuraklarning mungi jiranlaydi. Musiqa. Hijron demaklik mung, visolmi mung, dunyoning o'zi munglangan dunyo deb kuylayotgandek tuyuladi. Qalbimda illiq bir sezim balqidi. Zuhraning, yo'q, go'zal farishtamning bo'ynidan mahkam quchoqladim. Tuyuqsiz bir qor quyun paydo bo'ldi-da, ko'zim qorong'ulikqa to'ldi. Ko'zimni shuncha talsikda ichib Zuhraga qaramoqchi bo'lardim. Lekin Zuhra ko'rinmaydi. Uni izlaydim. Bir chaqda Zuhra qip-yalang'och bo'lib oldimda paydo bo'ldi. Uning butun badallari qon bilan bo'ylab ketgan. Badallaridan to'xtamay qon eqotadi. Xuddi menga deydigan gaplari bordek yiqilib kelmoqda edi. Shu an badbashira, yalang'och ikki maxluq uningga qarab itilib keldi. Uni qutqizish uchun o'zimni har yoqqa uratdim. Lekin put-qo'llarim kishanlangan. Har qancha qilibmi oldimga mangolmaydi. Yo'q, mening farishtam. Mening umoq so'klarim. Bütün kuchim bilan yo'lqinatdim. Bir kimda ko'zlari qonga to'lgan holda Samet Loban paydo bo'ldi. Hammaga qarab etilib kelgunicha yenidan yo'g'on bir pichoqni chiqarib, menga zarda bilan urdi. Uyg'onib ketdim. Nimandaq yomon tush bu. Bütün bedellarim terlab, chip-chip bo'lib ketgandi. Tuyuqsiz bir yumshoq qo'l paydo bo'lib, yuzlarimdagi ta'larni surtishga boshladi.
ko'zimni yo'g'on ichib qaradim. Zuhra! O'zimni tutib olamay to'lib o'tibman. Zuhra, bu siz? Bu tushum emas-ku. Murod, bu men Zuhra. Bu tushingiz emas. Rostli Zuhra ekan u. U qanday qilib bu yerda paydo bo'lib qolgandi? Boyqi tushum. Zuhra, bu rostli sizmi? Bu mening tushum emas-ku. Ha? Shu topda Zuhrani ko'rib, kesim saqayib ketganda xo'shal bo'lib ketdim. Agar menda jur'at bo'lgan bo'lsa, etilib kelib, uni chin quchoqlab olgan. Ichimdagi barliq dardlarimni aytib o'tgan bo'lardim. Lekin menda undoq jur'at nima ish qilsin? Faqat uni chin qalbimdan suyalayman xolos. Tov deyman. Muhabbat nima degan ulug'? Nurg'un gunohkor insonlar shu muhabbatning sehriy kuchidan yaxshi yo'lga mangdi ekan. Agar dunyoda muhabbat bo'lmagan bo'lsa, odamlar qanchalik razillashib, gunohkorlik patqiga teg'im etib, bu dunyo odamni saskandiradigan holatga kelib qolar ekan. Kechiring Murod. Mening jiddiy ishim chiqib qolg'achqa sizdan xo'shlashmaylik ketib qoldim. Boya ko'chada ketib yetib og'ayningiz Ali bilan uchrashib qolgandim. U sizning doktorxonada yetib qolganingizni aytib yugurib tegida kelishim. Hozir xeyli yaxshi bo'lib qoldingizmi? Uning ko'zlari nima degan go'zal ha? Canlı og'ichi shahlo ko'zlar. Uningga tikilib qolibdiman. Murod, nima bo'ldi? Gap qilmaysiz-ku? Bir yeringiz og'riyotamda? U mendan so'radi. Ha. Bekli og'rib ketadi. Nima? Neringiz og'riyotdi? Bo'lmasa men doktorni chaqiray. Uning chiroyini shu on jiddiylik, g'amxo'rlik qopildi. Yurkim sizning ishqingizda mujib og'riyotdi. Dedim uning ko'zlariga tikilib turib. U gapimni anglab ko'zimning ichiga qarab qo'ydi. Ham chiroyiga kulgi yugurtib. Sarang, to'l chaqchaq qilmanga, o'lay degandimi shundoq degan. Burun ajab diqqat qilmabdi ekanman. U kulsa, texmi umoq bo'lib ketgan emasmi? Yo'q Zuhra, men chaqchaq qilmadim. Sizga yuragimdagi gapni qilyapman. Men sizni haqiqatda yaxshi ko'rib qoldim. Nadin kelgan qat'iylik, jur'at bu menga ha? Bu gapni deb bo'libli pushaymon qildim. Uning meni xato tushunib qolishidan, meni izlab kelmasligidan qo'rqdim. Zuhraning chiroyi shu on o'zgardi. Bayqi umoq kulimsirashlarning o'rnini bir xil jiddiylik, sulg'unlik qopladi. Buning nima uchunligini bilmaydim. Meni yaxshi ko'rib qoldingizmi? Mendan so'radi. Shundoq. Sizni yaxshi ko'raman. Siz xolisingizda mangu siz bilan birga o'sam deyman. Bu gaplarni qilayotganda ovozim titrab ketdi. Murod, sizga desam, men sizni yaxshi ko'rishingizga qat'iy arzimayman. Keyin mendan nafratlanishingiz, meni yaxshi ko'rganingizga bir umr pushaymon qilishingiz mumkin. Har qanday bir qiz bola yigit talab qo'yganda ozroq ishi bo'ladi. Balkim u shunday qilsa kerak deb o'yladim ichimda. Ham yo'q, undoq bo'lmaydi. Hargiz undoq bo'lmaydi. Faqat sizning xolisingiz sizni baxt qilish uchun butun kuchim bilan tirchiman, dedim. Dal shu vaqtda men bilan birga o'g'irlik qilgan nurg'un yillardan beri nurg'un issiq sovuqlarni birga beshimizdan o'tkazib, xuddi qeyrindosh ok ufqalardek bo'lib qolgan do'stim Mavlon kirib keldi. Qo'lida tomoq qachisi. Qaraganda menga tomoq olib kelgandek turadi. U Zuhra bilan salomlashib, asta yonimga kelib o'ltirdi. Adash, xeyli yaxshi bo'lib qolgansan. Sana tomoq olib kelgandim. Isig'i deyavag'in. Bilsam bilmasam qo'saqlaring ichib, uchaylaring tortishib ketdi-ku deyman. U shundoq degach tomoq qachisini elib menga sundi. Rahmat adash. Shu salli ko'nglimni tushunsanjimi? Aras. Zuhra, sizmi kelinglar, uyga turolmay, bilaymiz. Zuhrani chaqirdim. Bo'ldi, o'zingiz yeyavering. Mening qo'sqim to'q. Tex boyli bu yerga kelishni oldi deyavag'in. Nima sababligini bilmayman. Zuhraning chiroyi birdamda totirib, o'diqish alomatlari qoplagan edi. Balkim boy degan gaplarimga xafa bo'lib, shundoq bo'lib ketgan bo'lsa kerak deb o'ylab ortiqcha gap qilmadim.
tamoqimni yey deb tursam, Zöhra meni chaqirib qoldi. Murad, vaqtmi xili bir yey berib qapti, amsi men qaytqashtiray. Yana birdan o'ltirsangiz olmamdi. Texi bayqi gipimizning oxirini deyishimdiq-ku. U endi ketib qolsa qayta uchirtolmaydigandek. Meni shunday qilib tashlab ketadigandak bilinib ketdi. Hozir qilgan muhim ishim bor. Ata degan kelman. Qolgan gapni shu chog'da desayli, ha? U shundoq deb bo'libla qayrilib qaytishga tamshaldi. Maylamsa, bugun meni yo'qlab kelganingizga rahmat. Amsi va'dimiz va'da, at cho'qim keling. Sizni Mavla uzitib qo'ysin. Ya bo'ldi, avaromanglar. Uni tutib qololmaydiganligimni his qildim. Ta uning qarshi yutib ketgicha qarab turdim. Voy, bo'ldi qilamdi. Ma tamoqing sovib qoldi adash. Nimanchi qilsa deymi u jumboqqa? Mavlonning Zöhrani jumboq deginiga ochig'im kelib, ko'ziga chakchib bir qarab qo'yib, tamoqimni yeyishga boshladim. Senchi bu qiz sening yaxshi ko'rishingga arzimdi. Jonda qiz degan ozimitdi. Nimanchi vola qilib ketgansa? Ishkirga chiqqan qizlar yaxshi qizlar emas. O'mak bilan kes tig'ich turamdi adash bu yerda. Kim biladi? Hozirgacha qancha haqning ostida yetib bo'ldi. Mavlonning uni haqoratlashiga chidab turamadim. Toza kuchab kelishtirib, yiliga birini soldim. Shu vaqtdagi ochig'imga hech nima tanka bo'lmaydi. Mavlon menga toza birini olaydi. Zuvonsiz chiqib ketdi. Turib, pushaymon qilib qoldim. Nima degan bilan hamkorlashib, yaxshi o'tgan yaqin og'ayin tursak, nimishqimi itikli qilgandiman. Ammo u har qancha bo'lsa shu gaplarni demaslik kerak-da. Qaysi bir yigit o'zi yaxshi ko'rgan qizning boshqalar tarafidan haqoratlanishiga chidab tura olsin? Kallamda tumanman xayol agitdi. Bayim Mavlonga qilib qo'ygan qo'polligim uchun pushaymon qilib qoldim. To'g'ri. Mavlonning degan gapining asosi bor. Zöhra bilan tanishqilimi xeli bo'ldi. U o'mak bilan bu yerga keldim degan. Mana texi hozirgacha bu yerda yuribdi. U rostla shunday qizmidi? Yo'q. Mumkin emas. Hargiz mumkin emas. U mening qalbimda eng pok, eng beg'ubor qiz. Uningga ishonaman. U hargiz boshqa qizlarga o'xshash undaq ishlarni qilib yurmaydi. Putumning og'rig'i bilan qo'shilib, kallam garang bo'lib, meni ajabmi qiyindi-ku. Qachonlarda uxlab qolgan bo'g'aydim. Bir chaqda ko'zimni ochsam, allaqachon tong otgan bo'lib, sestra o'qudimni almashtirish bilan avor edi. Tuyuqsiz eshik ochilib, Zöhra kirib keldi. Uni ko'rib ko'zim pallid yurib, yuraklarim xo'shallikdan tepchaklab o'ynab ketdi. U meni ko'rdi-da, menga qarab salom qilib, qo'lini pulangitib qo'ydi. Chiroyida xush tabassum jilva qiladi. Xeyli yaxshi qoldingizmi? Tunugungi va'damda turib atdigandil keldim. Hajab yerib ketdim. U shundoq deb yenimdagi o'ringa kelib o'ltirdi. Ha, xeyli yaxshi qoldim. Mana siz kelibdingiz, o'zimni saqib ketgandek his qilyapman. Sizni texi kammasmikin deb o'ylagan. Rahmat sizga. Yo'lda kagich usigansiz, ol ustalning ostida ishchimlik bor. Ancha usabmi ketmadim. Birdan o'ltirib olsam bo'ladi. Gapga bak usti jumosiz. U shundoq deb men qarab kulib qo'ydi. Haras unutib qolib tasqabdimi? Siz kitob olib keldim. Ichingiz pishgan o'qisangiz zerikmaysiz. Deginicha sumkasidan bir kitobni chiqarib menga sundi. Apchilik bilan kitob bilan qo'shib uning qo'llarini ching tutib oldim. U cho'chib ketdi bo'g'ay. Mening ko'zlarimga tikilib qaradi. Bu qo'lni endi qo'yib olsam, qechib ketadigandek teg'imi ching tutib oldim. Zöhra, sizni haqiqatan pek yaxshi ko'raman. Men-ku siz bilan birga bo'lsam deyman. Uning ko'zlarining ichiga qarab asta pishirdim. Endi men tashlab ketmam. Sizdan ayrilmayman. O gapimni anglab, ko'zlarini mendan elib qochdi, ham qo'llarini tortib oldi. Aramizda jimjitlik bosdi. Bu jimjitlik menga nihoyat uzun bilinib ketdi. Agar putum saq bo'lgan bo'lsa, yugurib berib, uni ching quchoqlab olgan. Muhabbatlik levimni uning leviga tekkizib, toza so'ygan bo'lardim. To'satdan u menga etilib keldi-da, meni ching quchoqlab oldi. Murad, men sizni yaxshi ko'raman. Sizni tunji qitim bir ko'rib yoqtirib qolgandim. Men siz bilan mangu birlashishga rozi. Lekin uning bu tuyuqsiz harakati meni ham gangirtib qo'ydi, ham menda ajoyib bir sezimni paydo qildi. Uni qo'yib etmay,
teximi chin quchoqladim. Muhabbatlik yuraklar bir-biriga tegishib, o'zaro sirlarini aytishayotgandek, allaqandoq bir kuyga jo'r bo'lib ko'kda parvoz qiladi. Shu daqiqada o'zimni dunyodagi eng baxtli odamdek his qilmoqdaman. Vaqtning mushu peti to'xtab qolishini, Zuhraning mangu yonimda meni quchoqlab turishini tilmoqda edim. Zuhra, men ishonaman. Biz cho'qim mangulik oshiq mashg'ulotdan bo'lib, bu go'zal muhabbat lirikasini yoza olamiz. Muhabbatli kuylarga tang jo'r bo'lib, baxtimizni topa olamiz. Sizni mangu qadrlayman. Menga ishoning. Shunday qilib, Zuhra bilan yurib qoldim. Shu vaqtlarda o'zimni xuddi osmonda uchayotgandek xushal his qilardi. Zuhra kunda doktorxonaga kelib, menga hamroh bo'ladi. Qiziq yumorlarni aytib, meni kuldiradi. Uningga qarab to'ymaydi. Nima degan go'zal chaqlar. Muhabbat, qudratli kuch. Burun Zuhrani yaxshi ko'rib, uning uchun yomon yo'ldan yenib, yaxshi odam bo'lmoqchi bo'lgan edim. U vaqtlarda muhabbat savdosi. Bir ma'shuqsiz oshiq bo'lib, yuragim muhabbat o'tida puchilib kuyatdi. Mana endi uningga erishdim, hayotimning yangi batlari boshlandi. Tunji muhabbatning sehri kuchi meni huzurlantirishga, dunyoning go'zalligidan bahra olishga muyassar qildi. Ah, tunji muhabbat. Canan izlab jahon ora topdim canonimni men. Shu canonga bir umr oshiq beqarorman. Tongdagi cho'lpon kabi canonning gul husniga mabtun bo'lib naqshi o'qib shaydoi bir kuychiman. Gar canon bersi ko'ngil taqshur ko'kka beshim. Shu canonning so'ziga har choq intizoriman. Canon uchun cheksammu bu jahonda riyozat, yetish uchun atki visoliga roziman. Doktorxonada yotganimga mana 8-5gacha 2 haftadan eshibdi. Bu kunlar hayotimdagi eng go'zal aslimalarni qoldirgan, muhabbat sharbatidan qong'uchi ichib, muhabbatlik hayotimni go'zal xotirlar bilan to'ldirgan, mangu esimdan chiqmas, unutilmas minutlar edi. Zuhradek bir go'zal qizning, mendek bir o'g'rining so'ygini bo'lib qolganligiga ba'zida ishongim kelmaydi. Uningga o'zimning razil holatimni oshkorligim yo'q edi. Uningdan ayrilib qolishdan qo'rqatdim. Lekin oshkorlanmaydigan sir bo'lmagandek, Abdi Bashiramni Zuhraning bilib qolishidan texmi qo'rqatdim. Keyin vaqti kelganda hammin deyman. Hozir vaqt emas, deb o'ylaydim. Oxiri 4 ko'zim bilan kutgan kun yetib keldi. Putum sallamaza saqayib doktorxonadan chiqdim. Bu yerdagi barliq jinoyatlarning makoni bo'lgan yotoqqa qaytib kelishim bilan anglagan eng cho'ng xabar Tayson ham bir qancha bolalarni soqchilarning tutib ketganligi, ham ularni turmaga solib etganligi edi. Ichimda Taysonning tutib ketilganligiga xushal bo'lsam, boshqa begunoh bolalarning chiqish yo'li topolmay, ham mushiyaga qandoqdir sabab bilan oldinib kelib turmaga kirib ketganligiga ichindim. Yaqin do'stim Mavlanning oq chekishga xumor bo'lib qolganligini anglaganimda bo'lsa, eshim peqirab, hoshimda ketgili tasli qopti. Shu nejis nas tufaylidan qanchalagan kishilar xonavayron bo'lib, yoshlarimiz o'zining oltindek go'zal faslini quritib, tugishib ketadi. Mana bu yerda mening birdan-bir yaqin do'stim qaralgan Mavlan. Ah, ulug' Alloh, meni o'z panoyingda saqlag'aysan. Bu yerdan qutulib ketishimga, boshqa bir chiqish yo'li tepib, Zuhra bilan hayotimning oxirini xushal o'tkazishimga yordam qilg'aysan. Samat Loban insobiga kelib, meni bir hafta orom elib, keyin davomli bozorga chiqishimni aytdi. Bütün asyodim jinimni tikib qo'yib bu yerdan qochib ketish. Bu yerda 1 minutni to'g'richiligim, hayotimda endi doğru tikim yo'q edi. Bu bir hafta men uchun eng cho'ng fursat bo'lib, obdan plan tuzilib, jinoyat patqiqidan qutulib chiqishimga tamoman yetadi. Boshqalar diqqat qilmagan fursatdan foydalanib, necha yillardan buyon yoshirincha tiqib qo'ygan pullarni elib sanab chiqdim.
to'p-to'g'ri 50 ming yuan. Bu mening biror ishning peshini tutib, chiqish yo'li tepishim uchun yetadi. Men kallamda bir qur planlarni tuzgandan keyin oldi bilan pullarni bankka qo'yib etmoqchi bo'ldim. Bankaga borganimda ularning deyishicha salohiyat kelishgan bo'lmasa pul qo'ya olmaydi ekanman. Qanday qilish kerak? Shu an kallamga Zuhra keldi. Ham uningga telefon qilib bu ishlarni aytdim. Yarım saat yetmagan vaqt ichida Zuhra menga yay keldi. Zuhra, men salohiyat kelishganimni yo'qti qo'ygandim. Bu pullarni sizning nomingizga bankka qo'yib olsak. U boya kelgicha hamma gaplarni kallamda pishirib, tayyorlab qo'ygan. Ha, mushishmiti, chataq yo'q. U shundoq deb men qarab ko'z qisib kulib qo'ygandan keyin men bilan bank ichiga kirib, mulozimat pokiga yig'ishga keldik. Murad, maxfiy nomer kirgizdik emas. Qaysi nomerni kirgizmaymiz? Sizning tug'ilgan kuningizni maxfiy nomer qilib kirgizaylik. Meniki nima? U hayron bo'lgandek men qarab qo'ydi. Men beshimni ha degan ma'noda lang'ishtirib kulib qo'ydim. Mushu banada uning tug'ilgan kunini bilib bilish o'yin batdi. Birdamda hamma ishlarni bitirib bo'lib, xo'shal holda bankdan yenib chiqdik. U bakmi xo'shal edi. Albatta, men shundoq. Yenimda go'zal, umoq so'yginim menga hamroh bo'lib kelib-olsa, xo'shal bo'lmamtimamsa. To'satdan Zuhraning telefoni sayrab ketdi. Telefonda birisi bilan xalqcha nihoyat qizg'in holda so'zlashdi. Ham telefonni qo'yib etib, Murad, Eliq Tansixonning xo'jayini mening pulimni bermoqchi ekan. Shu men berib kelay. dedi men qarab, o'ng'ayslangan holda. Amsa, men siz bilan birga boray. To'l xijil qilmang ha. Xo'jayin bilan hisobotni ayrim qilsam bo'lmaydi. Men pullarimni epopla sizga telefon qilma. Kechchi qirang, sizning doktorxonadan sog'-salomat chiqqanligingizni tabriklab o'tiraylik ha. Ortiqcha gap qilmadim. U manzimga suyib qo'ygandan keyin men bilan xo'shlashib ketmoqchi bo'lib, taksidan birini to'sdi. Xo'sh, amsi kechni ko'rishaylik. Uningga qarab qo'l pulanlatdim. Uning bilan yana birdan birga turg'um, birga bozor aylang'um bor edi. Aldirabli menishi ko'nglimni yerim qilib etdi. Murad! Tuyuqsiz u meni chaqirdi. Uningga qaradim. Murad! Sizni suyman! Shundoq deb o'lik ovozi to'lg'andan keyin qo'llarini pulanlatib qo'ydi. Men bu sizni suyman. Men to'ldim. Bir-birimizga qarab kulishib qo'ydik. O'zim yolg'iz ko'cha aylanish xo'shaqmay yotoq qaytib keldim. Bugungi vazifasini baldir o'rnagan bir necha bolalar yotoqda paranglashib o'tiradi. Men ular bilan paranglashqach, televizor ko'rib, o'zimni bilmayla uxlab qoptiman. Bir kamda telefonimning sayrishi meni uyg'otib etdi. Qarasam, Zuhra ekan. U ishlarini tugatganligini, meni Tenfu maydonida saqlaydiganligini aytdi. Ajab uzun uxlabdimana. Birdamda kashf bo'lib, soat allaqachon 6 dan eshib ketdi desa, endi darvozadan chiqay deb turishimga Samat Loban uchrab qoldi. Ha, yigit. Bunda qoldirib safar qayoqqa? Putlar saqayib ketgan o'xshamamdi. Dedi ham ochiqlaganda qilib. Shu sirtqa chiqib aylanib kiray degan, dedim duduqliqimcha. Mundaqda. Amsa oyal olmay kirasa. Qarsam putung saqayib to'qimcha qolishib ketibsan. Atadan boshlab bozorga chiqqan. Samat Loban shundoq deginicha kirib ketdi. "Bu munofiq, qon qusib o'lasan", deb uni tilag'imcha Zuhrani saqiltib qo'ymaslik uchun aldirash taksidan birini to'sib yo'lga chiqdim. Qarasam, u yo'l bo'yidagi o'rindiqda yolg'iz o'tiradi. Asta uning orqasidan kelib, shaplaqlab uning mo'risiga asta urdim. U cho'chib ketdi-yu, orqasiga qarab meni ko'rib, Sarang, ajab cho'chib ketdimmi? Nima uchun uzun kelsiz? Shu jazoingiz uchun meni apash qilib ko'tirasiz, dedi kulib. Chataq yo'q, dedim men kulib, ham uni ko'tarishga tamshaldim. Voy bo'ldi, chaqchaq qilib qo'ydim. U shundoq deb qochmoqchi bo'lib, shundoq o'rnidan turib edi. Xuddi kinolardagidek uning levimga tegib ketdi. Bu qisqagina daqiqadan besh bo'lib, ajoyib huzurlanib ketdi.
u xijil bo'ldi bo'g'ay ishtik ya qarab oldi. Uni asta quchoqladi. U mening shunday qilishimni kutib turgandekla ko'zlarini ching yumib oldi. Nima degan suzuk chiroy, o'tliq kirpik, shahlo ko'zlar. Lavlarining chiroyliqligi-chu. Asta uning leviga levimni tekkizdim. Badanim shu an bir xil issiq iqimning ta'siridan behush bo'ldi. Yuragim dupildaydi. Uni texmi ching quchoqlab, asabiylarcha suyishga boshladim. U ko'zlarini ching yumib olib, texchi ochmagan edi. U bir kamda meni asta ishtiribdi. Shunda aslimga kelgandek bo'lib, uni qardim. U xijil bo'ldimi, aytavur manzillari onaning donisidek qip-qizil bo'lib ketgan edi. Murad, siz burun bir bilan suyishib baqqanmi? U to'yiqsiz mendan so'rab qoldi. Yo'q, suyishib baqmagan. Tunji qitim siz bilan suyishim, ham mengu sizni suysam deyman. Voy qilin, gapingizga kim ishonadi? Texmin aldayman deyapsiz-a? Shundoq. Men rost gap qilyapman. Bu ömrümde o'tliq muhabbetim bilan faqat sizni aldab bir ömür sevgim bor. Texmini bir ömür aldamoqchimi? Qinnochi bo'lsangiz yana bir qatim suyib beqing-a? Men uni yana söymoqchi bo'lib menga edim, u o'zini ilib qochdi. Menimi uningdan so'rig'im keldi. Sizchi? Siz suyishib baqanmi? U gapimni anglab shu an tamtirgandek men qaradi. Menma? Voy ütep bergan qilayim qan so'zlamay. Deginicha meni qo'ltiqlab oldi. Bundaq gaplarni qilishmaylik. Yuring, bugun sizning doktorxonadan saqib chiqqanligingizni tabriklab sizni obdan bir mehmon qilay. Biz telefon maydonining yaqin atrofidagi bir musulmoncha restoranga kelib, tomoq yegach qizg'in paranglarni qilishdik. Vaqt nihoyat tez o'tmoqda edi. Kechiringlar, restoranda qaytadigan vaqt bo'ldi. Mulozimning shu gibi bilan qiziq paranglarni qilishib, soatning olli-burun birdan eshib ketganligini his qildik. Opla, endi qana qilaman? Soat 1dan keyin yotoq darvozasini taqaytatdi. Zuhra cho'chib ketdi. Endi qanday qilsak bo'lar? Samatlo bendan 7 ta yaqaydigan bo'ldim-da. Zuhra-chu, u qanday qila? Mehmonxonada yasaqchu. Zuhra qo'shilmay qolsa-chu. Deganlar shu an kallamda aks etdi. Bo'lmasa meni mehmonxona qurlashtirib qo'yib siz ketavering. Zuhra menga shundoq degunicha ko'zlarimga tikildi. Sizni bu yerda yolg'iz tashlab qo'yib ketishga qanday ko'nglim unaydi? Agar menga ishonsangiz, bugun kechini birga o'tkazaylik, dedim men. Bunda qilsa qanday bo'lar? Hay, ajab bir ish bo'ldi-ku. Bo'pti, maylilar bo'lmasa. Dedi Zuhra gapimga qo'shilib. Shunda qilib, yaqin atrofdan bir mehmonxonani aron degudek tepib ichiga kirdik. Ham qo'sh kishilik bir uyni deyishib, endi pul to'laylik deb tursak, mulozimatchi qiz Zuhraning salohiyat kinishkisini ko'rib, "Sizlar Uyg'urmi?" deb so'radi. Shunda tangli javob berdik. Mulozimatchi qiz shu an qo'shimimizni turib, "Bizning belgilimizda Uyg'urlarga yotoq berilmaydi. Kechiringlar, yotoq hech bermayman." deb boya yezib bo'lgan talonni eshitibdi. Ajab achchig'im keldi. Agar Zuhra qo'limni tutib olmagan bo'lsa, mulozim qizni urib ketdim. U Bo'ldi qilinglar, boshqa yerga berib boqayli, deb qo'limni tortib elib mangdi. Mulozim qizga toza chaychib qarab, yerga kuchab birini tukiribdi. Bular ochiqlanganning foydasi yo'q. Hammamiz mushkirdagi o'g'ri yanchiqchilarning ishi. Ular biz Uyg'urlarning yuzini to'kib bo'ldi bu yerda. Zuhra bu gapni davatganda yuraklarim titrab ketdi. Nomusdan yuzim qizardi. U mening o'g'ri ishkanligimni bilmaydi. Agar bilib qolsa, voy xudo, o'zing saqlag'aysan. Ichimda shundoq deb, men uning fikrini qo'llagandek beshimni lang'ishtirib qo'ydim. Lekin o'z-o'zimga shundoq nafratlangim keldi. Ta'limimizga yarasha bir mehmonxonadan aron qo'sh kishilik yotoqdan birini ichib oldik. Yotoqqa kirib o'zimni tutib ololmay, Zuhrani ching quchoqlab oldim. U meni shu an ishtiribdi. Murad, sizga ishini bu yerga kelsa, menga hurmat qiling-a. Uning bu gaplarini anglab xijilib ketdim. Asta o'z o'rnimizga kelib yotdik.
u yetibli uxlab qolgan chog'i ko'zini ching yumib bir xil ritmda pushildaydi. Men bu ko'zimni ching yumib uxlamoqchi bo'ldim. Lekin faqat uyqu keldigandek emas. Ko'z oldimda yotoqdagi bolalar bilan ko'rgan seriq filmlardagi ko'rinishlar kelib olib, butun bedenim qizib, erlik hissiyotim meni uxlatmaydi. O'zimni shuncha ching tutib olishga uringan bo'lsam-mu, yanılıb bütün əsyadım zöhrəli idi. Axırı özəmmi his qılmağın asasda ornumdan turub Zöhrənin qışığı gəldim. Onun uxuluşumu nəhayət umaq idi. Asta onunğa yıqılışıb onu söyməkçi oldum. Toxta Murat, unda qısan bulmaydı. Kallama kəlgən bu oydun küçüb aqamı dacıdım. Yaq. Herkes onda qılmasqım gerek. O bana şunca işense. Murat, neme qarab dursa? Berip onu söy, çın qucaqla. Onu suyattın o. O haman senin buludu. Teki ağzıqçı birazı bilen közümni çın yumup aldım. Onun bilen ötken barlıq işla köz aldımğa geldi. Men onda qılamayman. Onu söygenken men onun razılıqını elişim, aqallisi toyumuzning bo'lishini kutishim kerak. Mana aqlsizlik qilib, mushu nasbasquriga kelib, nima kunlarni o'z beshimda o'tkazmadim. İşte eshakning, qulning hayotini yashab kelyapman. Endi yana bir xatolik o'tkazmaskim kerak. Aqamga, o'rnimga qaytdim. Bu kecha shunda qilib nihoyat tinch o'tib ketdi. Öz hissiyotim ustida g'olib kelganimga xushal edim. Atsi yotoqqa qaytib bo'lsam, Samat Loban meni izlab jil bo'lib turgan ekan. Kelganimni ko'rib, endi eshikdan kiray deb tursam, Samat Loban qos-qus qilib ta'tir shaplaq bilan yuzimga 2-3 ta urib etdi. Ko'zlarim chaqnab ketdi. Bu ochiqqa paylamay qo'l yandirayotganda tas-tasli qoldim. Armi! Kechadan beri yotoqqa qaytmay, nalar ishak suydik purab yurdim. Bilsem bilmesem, iliq qancha qulan eg'iz burun yalishib yurding, shundaqmi? Bu sening xohlasan kelib, xohlamasan kelmaydigan onangning uyimida, ha? Og'zingni shub! Uning boyi urgan tayiqqa emas, marhum onamni tishlab tortib, Zuhrani qanjoq deb tilishiga zodil chidab turamadim. Mayli, nima ko'rsam ko'ray deb o'yladim-da, necha kunlardan beri yenimda saqlab kelgan pichoqni ilib, uning yuragini challab, zarda bilan tiqib etdim. Atrofga qarab turgan bolalar chiqishib ketdi. Ko'zimga hech nim ko'rinmagan edi. Samat Lobanning badallaridan qon eqib chiqishga boshladi. U menga qarab shundoq bir sat qaradi-da, oldimga etilibdi, pichoqni texmi cho'nqur tiqib to'lg'ib etdim. U yagichi qildi. Rost gapni qilsam, shu daqiqada ushtumtut yuz bergan bu ahvoldan o'zimni qo'rqib ketdim. Qichish. Bu so'z kallamga qancha tez kelgan bo'lsa, shuncha tez harakat qilib, amdili qochay deb turishim bilan boy Samat Lobani uylayotgan bolalar meni tutib oldi. Jinim og'illar, meni qo'yib etinglar. Qachongacha bu odam siyoqqa kirib olgan iblisning qo'lida quldek yashab o'timiz. Hammamiz birga qochib ketaylik. Sizlarni o'tib qolay. Meni qo'yib etinglar. Ularga yalurishga boshladim. Ular gapimni anglaydigandek emas. Sen Samet akamni o'ldirib, endi qochaman deb ham qilqinma. Billah tutinglar maguyni. Oradan ali chiqib shundoq deginicha meni besib olib, yuzimga mush bilan qattiq urib etdi. "Varmi, sendek odamning og'inam deb yuribman" deb o'ylab uning shundoq ochiqim keldi. Ham nafratlandim. Murat qo'yma, qo'yib ber. Qani qo'ysing Murat qo'yatmaydi kelsa, shuni o'ldiribmi? Mavlon etilib keldi-da, ularga pichoqni tanglab tahdid soldi. Jinim og'ina, menga bunday qilishingni arzimaydim-ku. Sen yuz kelanmayman. Mavlonning ko'zlariga talmirib bechoralar chiqardim. Vallahi sal cho'chigandek bo'lib meni qo'yib etishdi. Yurkim og'zimga tiqilib qolgan edi. Shu vaqtdagi hissiyotimni faqat men o'zimni tushunardim. Bu da odaksiz qoch, tez ketgin. Qog'o ishlar o'zim bor. Mavlon meni qichqi o'ldirdi. Uningga qarab, rahmat adashdi deyaldi. Qichvatman. O'zimning qayaga berib, qayerga to'xtaydiganligimni bilmayman. Bu vaqtda ayni chaqlardagi Gulzira hadamning uydan shundoq yugurib qochganligim esimga kelib, ko'zlarimdan yoshlar to'xtamaydi. Yo'ldagi kishilar menga ajablangunicha qarashatdi. Bir kimda yugurib bordim. Asta to'xtab orqamga qaradim. Hech kim ko'rinmaydi. Hech kim meni qo'g'lamagan edi. Hey, hozir yotoqqa qandoq ishlab ketgan? Samat Loban rostli o'lganmidi?
soqchilar meni tutib ketami? Men zot nima qilib qo'ydim? O'zimga savol qo'yatdim. Birdamlik ochiq dastidan o'zimning qotil bo'lib qolishimdan qo'rqatdim. Ko'nlar yo'lvosni yengan botir emas, ochiqni yengan botir deb nihoyat to'g'ri aytib ekan. Endi qanday qilishim kerak? Shinjongga qochib ketaymi yo? Zuhra? Lekin u qanday qiladi? Avval Zuhraga telefon urib berishni muvaffaq ko'rdimda, uning telefon nomerini bosdim. 您好，您所拨打的电话已关机。Sorry, the subscriber you dialed is powerless. Beshim peqirab, kallamdan tutun chiqib ketdi. Bu qanday bo'lg'ini? Nima telefonni aytayotgandi? Endi qanday qilish kerak? To'g'ri. Avval bankdan pul olay. Ondan bir amal qilaman. Yaqin atrofdan bankni izlashga boshladim. Ta'limga yarasha bankim bor ekan. Uzul bank ichiga kirib, mulozimat pokiga berib, tunigun yanchiqimga selib olgan bank kartasini elib, bank xizmatchisiga berdim. Xizmatchi qiz beshimning ustidan putimning ostigacha qarab etib, mendan so'radi. Qancha pul olasiz? Hammani olaman. 50 mingning hammasini olaman. Bir oz jiddilashib qolgan edi. Maxfiy nomerni kirgizing. 1 9 1 2 Zuhra tug'ilgan kunning 12 oyning ma'lum kuni ekanligini, zodi qaysi kun ekanligini o'zining bilmaydiganligini aytgan edi. Kechiring apandi, kartoningizda pul yo'q ekan. Xizmatchi qizning bu gapini anglab, put-qo'llarim bo'shib, hoshimni ketib tasliq qopdiman. Bayatdan beri birdan bir orzuyim shu edi-ku. Bu zodi qanday qo'yib ketgan? Nima? Unda emas-ku. Texi tuniga 50 ming soat tursam, bu qanday qo'yib ketgan? Ovozim bir oz o'lik chiqib ketgan chig'i, xizmatchi qiz menga shundoq satbirni olaydi-da, kompyuterga bir nimalarni kirgizishga boshladi. Tunigun soat 2:30da 50 ming yuan silinibdi ekan, bugun atgan 8:18 minut o'tganda hamma neb ketibdi. Nima? Bu nima gap endi? Bank kartasi menda tursa bu qanday qo'yib? Savollarim javobsiz qoldi. Faqat kallamdan o'tmaydi. Buni faqat Zuhra biladi. Chuqum shuni qilganishi. Zuhraga to'xtamay oqog'idan telefon urishga boshladim. Lekin telefon ochmay o'tadi. Faqat ishongim kelmay o'tadi. Men shuncha ishongan, shuncha aqida bog'lagan, chin dilimdan haqiqiy yaxshi ko'rib so'ygan qizning oqibatda meni aldab, mushu yerda qanchalik badal to'lab, quldek yashab yiqqan pullarimni evaganligi kallamdan faqat o'tmaydi. Qandoq jahon bo'lib ketdi bu? Nimancha dud tug'ilib qolgan bu qo'ydim. Hamma bola mangli kelamdigan. Endi qanday qilishim kerak? Yenimda bir pulmi yo'q. Texi Samatlardan o'lib qolsin. Men endi qayaga berib, nima ishlarni qilaman? Zuhra nima uchun menga bunday qildi? Bu savollarga javob tepish menga bakmi tas ham ig'ir keldi. Zuhra bilan bo'lib o'tgan barliq ishlar esim keladi. Hey. Mavlon degan shu gapning tegida gap bor ekan-doq emasmi? Nimishqim shu vaqtda o'ylamagan bo'lgandim. Texi Mavlonni urg'unimchi. Agar bugun u bo'lmagan bo'lsa, hozir nima ishlarni ko'ra bo'lgandim? Isit shundoq aqida bog'lab yaxshi ko'rganim. Burilib o'ylaydigan ish ekan emasmi? O'zimning to'limi aqlsiz, dod inson bo'lib yaralganimga o'zimga nafrat o'qig'im keldi. Nishonsizli bozor aylanishga boshladim. Ketyapman. Taqdirning menga qilgan bu chaqchiqi menga bakmi ig'ir keldi. Burun Samat Lobenga ishinib, bu yerga kelib, nima kunlarni ko'rmadim. Eshakdek yashab, ming bir jafoda tiqib, yo'gashtirib topgan pulim. O'zim chin qalbimdan so'ygan qiz, tunji muhabbatim tarbidan oldinib ketildi. Men shundoq dod insonman. Yo'q. Men inson emas. Oddisi inson bo'lgan ekanman. Menda ong, tuyg'u, fikr bo'lish kerak edi. Men bir yeshimini o'ylamaydigan kamaqil bir maxluqman. Bu bir hayotimda boshqalarga oldinib yashaymanmi? Yashash menga bakmi tas keldi. Lekin o'sha ushoq asharatlar jindimi hayotlik uchun tinim topmay harakat qiladi. Men nima qila oldim? Marhum onamga 100 kelaldimmi? Kishilarning mendan qochib, gumonliq nazarlari bilan qarashlari
ichimni texim o'rtantirdi. Ishkirga kelgan har qanday bir Uyg'urni ko'rgan Xanzular bizni o'g'ri ko'rib, hozirda ularni bulaydigandek qilishib bizdan qechidi. Birning po'qi mingga degandek biz Uyg'urlar hozir ishkirdagi kishilar nazarida o'g'ri millat atilib qoldik. Qo'sqim toz ichib ketdi. Horg'inlik, ochachilik meni holsizlantirishga boshladi. Oxiri koni hunarimni ishga silib o'g'irlik qilmoqchi. Qo'sqimni to'xlab olgandan keyin boshqa amal qilishni o'yladim. Atrofimga qarab savdo izlashga boshladim. Oldimda ikki Xanzu qiz qiziq paranglarni qilishib, kulishib ketayotdi. Ularga ergashdim. Ular mening oqsin kelayotganligimni sezmagan edi. Bara-bara yaqinlashib, nihoyat abchilik harakatlar bilan birisining so'mkasiga qo'l soldim. Ham bir portmonni sug'urib oldim. Ular hech nimadan xabarsiz o'z paranglari bilan band edi. Portmonni shundoq ichib edim, ko'zlarim chaqnab, boyqa hamma ishlarni unutib, yuraklarim o'ynab ketdi. Xeyli jiq pul turardi. Sanavdim, poch pullarni chiqarib etganda to'p-to'g'ri 3 ming pul chiqdi. Bu pul bilan oz deganda bir hafta jon boqalaydim. Bir xo'yzu ochgan musulmoncha oshxonaga kirib, qo'sqimni obdan to'xlatib, Zuhraga yana telefon berdim. Telefoni texchi etib edi. Endi eng oxirgi umidimdan voz kechib, yaqin atrofdagi bir mehmonxonaga berib, yotoq olmoqchi bo'ldim. Dastlab meni Uyg'urkansan, salayotgan ishkan yo'q ekan, deb yotoq bermadi. Mulozimatchi qizga 200 yanni berib edim, shu an hijayig'inicha yotoqdan birini ichib berdi. Yotoqqa o'rilish bo'lib, karvatda so'zilib yetib ketdim. Kallamda tumanning savol menga faqat oromchilik bermay yotadi. Samat Loban rostli o'lib ketgan bo'lsa, meni tutib ketami? Turmaga so'lib mayli. O'lim jazosi berib itivasichu. Hayotim mana mushundoqli ahmiyatsiz o'tib ketami? Zuhra, seni yaxshi ko'rib bakmi xato qildim. Esit, sen qilgan aqidam. Seni o'z jinimdan aziz ko'ratdim-ku. Sen uchun qancha qurbonlik bersam mayli. Nima uchun? Zodi nima uchun men bunday qilsan? Oldingda qandoq buni o'tkazgan bo'g'iydim. Turib tur. Agar seni tepib oldigan bo'lsam, qandoq qilaman-ki? Yotoqdagi bolaga telefon qilib boqaymi ya? Yo'q. Ularga mening bu yerda ekanligimni bildirmaskim kerak. Mening turmada yotqim yo'q. Oddiysi Zuhrani bundoq bo'sh qo'yasan bo'lmaydi. Uningga hisob edishim, meni nimishqa bundoq oldiganligining sababini bilishim kerak. Shinjaga chiqib kelsam qandoq bo'lar? Lekin menda pul yo'q tursa. O'ylanib turib ketdim. Oxiri qat'iy niyatga kelib, bir mezgil o'z oldimga o'g'irlik qilib pul to'plab olib, Shinjongga chiqib ketib, halol amaliyatim orqali pul tepish qaroriga keldim. Ammo Samat Lobanning odamlar tarafidan boyqilib qolsam-chi? Atsi atiganda munchiga tushib, toza yuyundim. O'zim harakat qilib pul to'plagach, Zuhrani izlamoqchi bo'ldim. Burun biz doim bozor o'ynaydigan joyga borsam, boshqalar tarafidan boyqilib qolishim aniq edi. Shuni taksi to'sib, yaqin atrofdagi nahiya bozorlarga berishni planladim. Shunday qilib, bir hafta nihoyat tinch o'tib ketdi. Samat Loban va Zuhra to'g'riliq hech qanday xabarga erishamadim. Kunda atigan o'rnimdan turib, bozor o'yniqli boratdim. Kechda qaytib kelib, o'zim bilan o'zim mungdishib, aroq ichib, o'z dardimni o'zimga tugib, ko'z ish qilatdim. Pushaymon qilganim bilanmi, endi hayotimning bu pallasiga kelganda o'rniga kelmaydi. Kunlarim shu tariqada o'tayverdi. Bu jarayonda xeyli jiq pullanishib bo'ldim. Bugunmi kundalik odatim bo'yicha bozor o'yniga chiqqan edim. Tuyuqsiz burun bildi tug'an orliqqa uchrab qoldim. Uni ko'rib, nima qilarimni bilolmay qoldim. Meni Samat Lobanga chiqib qo'yishdim. Meni yana tutib ketishdan qo'rqatdim. Uning bilan oddiylik qo'l elishib ko'rishdim. Tinchlikmidosh? Qandoq? Yaxshi turib-atqansa? U mendan so'radi. Yomon emas, o'zing-chi? Qisqil javob berdim. Hey, qo'ya. Mening holim bek xarob adash. Samat akam o'lib ketdi. Soqchilar shu yerdagi Maramni sonam bilan Mavlonni tutib ketdi. Nima? Men bu yerga yeng kelganda ko'zimga nihoyat issiq ko'ringan, ammo oq ko'rinishi nihoyat murakkab. Oq so'lis qilib o'zining farzand, navlarga o'xshash bolaning hayotini xavf etkazayotgan, texib 5 vaqt namoz o'qib, o'z gunohlariga to'g'ri qilgani bilgil olmaydigan haliqi 60 yoshlar chamaslik ayol. Uni hammamiz Maram sonam deb chaqirishadi. 60 years later. 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 60 years la
Hoşumdan ketgili taslı qalğan edim. Samatlo ben ölüp ketdi. Mevlan onu nima tutib ketdi? Ovozim o'lik chiqib ketgan chig'i yo'lda ketayotgan kishilar menga qarab qolishdi. Shunda arkadaş. Agar vaqting bo'lsa bir ayaga berib o'ltag'ash paranglaysan qandaq? Uning bilan shu atrofdagi bir mayxonaga kirib keldik. Men Samatlo beni o'lib ketadi deb o'ylab baxmagan edim. Adil ya meni aldab sochilarga tutib berami ya? Deganlarni o'yladim. Mevlani nima uchun tutib ketgandi? Savollarimga javob topishga oldirab o'tdim. Qanadash, ishlarning jarayoni so'zlasang-chu, to'la odamni taqozo qilmay. Bo'ladi. U shundoq deb bir rumka aroqni ichib yutib so'zini boshladi. Sen shu kuni Samat akamga pichoq tiqib qochib ketgandan keyin uni doktorxonaga apmoqchi bo'ldik. Ammo u doktorxonaga berib bo'lguncha allaqachon jon uzgan ekan. Amalsiz yana qaytirib keldik. Endi qanday qilamiz deb turganimizda 3-4 soqchilar paydo bo'lib, hammamizni tutib oldi. Ham bizni soqchixonaga olib so'roq qildi. Agar Mevlan boshda eg'iz ochmagan bo'lsa, balkim men bu oqibatini o'ylashmayla sening o'ltirganligingni davatgan bo'lardim. Mevlan Samatlo benni o'zining o'ltirganligini, hamma ishni o'zining qilganligini, barliq gunohni o'z ustiga oldi. Bizmi boshqa gap qilmay, Mevlan shundoq degan yerda deb o'ylab, bu gunohni uningga ortib etdik. Keyin bizni gunohsiz deb qo'yib, Mevlonni tutib ketdi. Onun sözlerini anlap özümle şundak tutup ışıktırışkan bolsam mı, közlerimden taramlap yaşlar tökülüp gitti. Samatlo benning ölgünüge emez, Mevlanның hemme günahını öz üstüge elip, mendek bir erzimes oğurunu kutuldurup kağanlıqıga, özümnің şu vaqtı keçip gitip, onu bu halka koyğunumga içindim. Bo'ldi, adaş. Ko'nglingni buzmagan. Bu shundoq jahonkan. Bizdek oddiy bandalarning buni o'zgartirishga qurbimiz yetmaydi ekan. Sening shu topdagi ko'nglingni tushunib turibdiman. Bo'ldi, ko'nglingni buzma. U shundoq deb menga tasalli bergach, yana so'zini davom qildi. Bizni qo'yib etgandan keyin yotoqqa qaytib borsak, u yerdagi odamlarning hammasini qo'g'lab o'tib yotoqni pechatlab o'tibdi. Anglashimcha, Maramni sonam oqsuvda siqib, bayqilib qog'oshga soqchilar tarafidan tutilib ketibdi. Bizning sho'rkalarimizni Shinjonga qaytarib o'tibdi. Bizmi Shinjonga qaytib ketayli desak, yenimizda pul yo'q. Bir necha kun o'zimiz bozor o'ynab jon boqib yurdik. Keyin hammamiz taraf-tarafga tarqab ketishdik. Menmi Shinjonga qaytib ketishni o'ylashgan, lekin bundaqli qaytib ketgim kelmadi, adash. Ozroq pul tepib, Shinjonga berib bir ishning peshini tutib, keyingi umrimni bo'lsa-mu odamdak, ma'nilik, ahamiyatli o'tkazay deyapman, adash. Men bugun sana uchirishib qilishimni faqatla o'ylamagandim, adash. U so'zlab mushiya kelganda men qarab qo'ydi. Ham mendan so'radi. Sen adash, hozir nima ishlan qilyapsan? Zuhra jo'ras. Men qisqalik qilib o'z ahvolini bayon qildim. Shu topda mening hech nimani o'ylag'im, asligim yo'q edi. İkimiz bundan keyin birga pul tepishni planlashib, gap so'zsiz haroq ichishga boshladik. Qanchalik ichganligimni bilmayman. Bir chaqda Odilning meni yo'lab mang'inni qaysi bir mehmonxonaga kirib, uning mulozim qiz bilan gap talashganligini bilaman. Bir chaqda ko'zimni ochsam, yangi bir kun boshlangan bo'lib, karvat yetibdiman. Yenimda Odil uxlab yotadi. Uni uyg'otib etmaslik uchun asta harakat qilib o'rnimdan turdim. Aroq tishlagan bo'lsa kerak, beshim zing'ildab qattiq og'riyotdi. Akşamki ishlarni bir qor o'ylab, tuyuqsiz Mevlan esimga kelib, ko'zlarimdan 2 tomchi yosh sirg'ib tushdi. Jinim adash, meni deb shu so'g'uq turmida nima kunlarni ko'ryotgansan ha? Hammaga men sababchi. Aslida seni tashlab qochmasligim kerak edi. Men nima degan rezil? Bugun turmaga berib, uni yo'qlab kelishni muvofiq topdim. Hem munchiga kirib, so'g'oq suvda toza yuyundim. Bu tenimdagi nopoklikni mushundoq yuvibli chiqarib akil bo'lgan bo'lsa, ne qadar yaxshi bo'ladi-da? Bir chaqda munchidan chiqsam, Odil o'rnidan turib bo'lgan bo'lib, televizor ko'rib o'tiradi. Adash, bugun Mevlonni yo'qlab kelsak bo'pti ekan. Sen uning qaysi turmada ekanligini bilsan-ku?
dedim onun qarab. O ma'qul degan ma'nida beshini lang'ishdi. Atiganlik tamoq yeyish biz uchun xeyli tasga to'xtadi. 1-2 soat izlab Aron deganda bir musulmoncha oshxona topdik. Tamoq yeb bo'lib, Odil meni Mavlon yotgan turmaga boshlab keldi. Turmaning qoidasi bo'yicha bugun odam yo'qlash ma'ni qilingan bo'lg'achqa, uning bilan ko'rishish uchun soqchilarga yolurib degandek 500 yuan to'ladik. Bir chaqda soqchilar Mavlonni elib chiqdi. Uning ko'kargan yuzlari, o'sgan soqol burutlari, burunqidan o'riqlab bir teri bir ustixon bo'lib qolgan holatini ko'rib, ichim ichib ketdi. Lekin o'zimni tutib olishga shundoq tirishdim. Bir hazo gap so'zsiz turib ketdik. Nima deyishimni, gapni na'dan boshlashni bilmay qoldim. Uning hozirgi holati ahvolining qanday ekanligidan derak berdi. Yaxshi turdingmi deb so'rasam, texim bo'lmaydi. Adash, yaxshi turdingmi? Ahvoling qandayroq? O avval eg'iz ochdi. Yomon emas. Xeyli yaxshi turibman. Ovozim titrab chiqdi. Menga nima ish bunchalik qilsa adash? Sening menga bunda qurbonlik berishingga arzimaydim-ku. Ha, undaq dema adash. Nemeli degan bilan nurg'un eg'ir kunlarni birga o'z beshimizdan tang o'tkazdik. Azoblarni tang tatdik. Sen bo'lsangmi bu iblis uvusidan qutulib chiqib, Shinjonga qaytib ket adash. Gunohlaringga to'lqib, oxirgi kunlaringni bo'lsin yaxshi o'tkazgin. Uning gaplarini anglab, un selib yig'lab ketdim. Qarasam, Odilmi tomga yo'linib yig'lag'il turibdi. Bo'ldi adash. Sen bo'lsangmi kunning serg'ini ko'rib, hayotingni, yoshlig'ingni qadrla. Men baribir o'lib ketadigan odamman. Yo'q adash. Men uchun bundaq cho'ng qurbonlik berishingga arzimayman. Soqchilar hammani aytqin, Samat Lo'banni o'zini o'ltirganligini, sening gunohsiz ekanligini deyman adash. O jimib ketdi. Shu topda azobimga, yuragimdagi dardga hech nima tang bo'lolmaydi. Hamma narsadan voz kechishga, o'limga tayyor edim. Hayotlik odamga faqat bir qatim keldi-kan adash. Hamini bir kuni hammamiz o'lib tugaydi ekanmiz. Rost gapni qilsam, men aydiz bo'lib qoptiman adash. Hayotimning oxirlashishiga oz qoldi. Bu azobni, dardni malla elib ketay. Sen hargiz azob tatmag'in adash. Men o'zimning mush qarorimni chiqara olganimdan intayin xo'shalman adash. Uning aydiz degan bu gapni anglab, xuddi menga aydizdan iborat iblis qora qo'llarini kang yeyib kelayotgandek bilinib, tenim shurkinib ketdi. Yuragim kuyayotdi. Barliq azoblarim, dardlarim, gunohlarim meni ko'ydirib, kulga aylantirmoqchi bo'lgandek, butun badnim lag'ildab titrashga boshladi. U tuyuqsiz menda so'rab qoldi. Aras adash, Zuhra bilan qandayroq o'tyapsiz? Men nima deb javob berishimni bilmadim. Uzun bo'ldi, ko'rishmayotimiz. O gapimni anglab, eg'ir xo'rsinib, menga qarab. Adash, ko'ngling yekasimi aytay. Mendan ranjisang mayli. Lekin oxirgi qatim bo'lsa-mu, menga ishongin adash. Eng yaxshisi Zuhra bilan bo'lgan munosabatingni uzgin. Sana desam, u bir poyish qiz. Kallamga bir qapoq suv qo'ygandek endigib ketdim. Isit. Men nima degan sho'rpijon insondirman. Bir poyish qiz uchun soqchilar ko'rishish vaqtining to'shqanligini aytib, Mavlonni elib ketdi. U ketadigan chaqda menga qarab, kulimsirab qo'ydi. Bu kulimsirash yuragimni texmi o'rtandirib, ichim ochiq azobga to'ldi. Turmadan chiqib ketyapmiz. Sab havodan qong'uchi erkin nafas oldim. Odilmi qalbimni tushangandek bir eg'iz so'z qilmay, beshini tuvan sog'inib ketyapti. O'zimga kulgim keldi. O'zimning saranligiga, do'tligiga echinaman. Shuncha yaxshi ko'rib, qadrlagan tunji muhabbatim poyish ekan emasmi? Bir poyish qiz uchun
talay kechalarni uyqusiz o'tkazganlarim. Bir fohisha qiz uchun azob chekib, dad hasarga patqinim. Bir fohisha qizga shuncha ishinib, yuragimni o'z qo'lim bilan tutqizib qo'yganim. Bir fohisha qiz uchun qotil bo'lib, o'z do'stimning turmga kirib kelishiga sababchi bo'lganim. Bir fohisha qiz uchun bu dardimni, bu ichnishliq azoblarimni kimdan zorlanib, kimga yetay? Xudo, nima uchun menga bu qismatni yo'liqtirsan? Nima uchun meni buncha qiynaysan? Zodi nima uchun? Zuhraga shundoq nafratlandim. Agar qayta uchirtib qolgan bo'lsam, meni oldiganlikni. Shuncha kunlardan buyon meni muhabbat to'g'riga chirmab, qiynaganlikni. Ishkirda fohish bo'lib, millatimiz qiz ayollarining yuzini to'kkanlikning hisobini olgan bo'lardim.